Assalomu alaykum hammaga, qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun kuponlarda bombasini tayyorlaymiz. Hammani hozir Telegram kanalida kutib qolaman. Birinchi o'rinda Telegram kanaliga o'tib olamiz. Keyin videoni davom ettiraveramiz. Videoda kupon qilishni o'rganamiz. Telegram kanalimiz, YouTube profilimiz pastida bo'ladi. Kechagi ikkita kuponimiz. To'g'risini aytamiz. O'tsa o'tdi deb tashlaymiz, o'tmasa o'tmadi deb. 21 koeffitsient. Oxirida o'sha Argentina kubogiga olib qo'yibman. Endi tushunmagan komandamni olib qo'ydim. 1-2 total 1.5 dan kub oldim. Bitta gol bo'libdi o'yinda. Qolgan hammasi chiroyli o'tdi. 10 koeffitsiyentda ham xuddi shunday. Bular o'tdi. 3 ta komanda. Juventusga men ishonib qolibman. Juventus yutqizmaydi deb. Atalanta yaxshi o'ynamay turadi. Bitta shu xatoni qilibman. Bugun undan oldingi kun вообще chotki bo'ldi. Undan oldinlari ham вообще chotki. Bugun ham chotki kupon qilamiz. Hammani hozir bitta like bosib, Telegram kanalida kutib qolaman. Telegram kanalimiz YouTube profilimiz tagida bo'ladi. Taxmin.uz. Kupon qilishni boshladik bo'lmasa bugun bolalar. Nottingham Leeds United. Nottingham ham kuchli, lekin men aytaman, Leeds United yutqizmaydi. 1-2 total 1.5 dan ko'p. O'yin 1-1 yoki 2-1 ga Leeds United yutadi. Union Eintracht. Bu o'yin katta ehtimol total 2.5 bo'lish o'ynab beradi. 2 koeffitsient beryapti. Total 2.5 bo'lish o'ynab beradi. Verona Pisa, Celta Osasuna, Lille Metz. Lille yaxshi komanda-yu, lekin Dinamo Moskva qaranglar nima qilamiz. Celta Osasuna o'yiniga total 2 bo'lish olamiz. 6 koeffitsient bo'ldi. 6 koeffitsient bo'lmashini qaranglar. Bunday qilamizda 1-2 ham bermayapti, olib qo'yardik. Verona nima bo'lyapti? Veronaning 2sini oldim. Birinchi jam yutqazmasligini 8 koeffitsient kupon bo'ldi. 400 million urib qo'ydim. Endi qaranglar. Kuponimiz qanday terilgan? Qanday bo'lsa o'tadi? Leeds United Nottingham. Leeds United yutqizmaydi. O'yinda 1.5 tadan ko'p gol bo'ladi deb o'ylaymiz. Ko'ramiz. Union Berlin Eintracht o'yinda общий 90 minutlik o'yinda 2.5 bo'lishi bo'ladi deb o'ylaymiz. Keyingisi Celta Osasuna 2 bo'lishi o'ylaymiz. Oxirgisi Verona Pisa. Ko'ramiz bolalar, kupon ishonchli tarzda terilgan. Qaysi joyda xato bo'lsa, mana shu joyda xato ekan deb qo'yinglar. Telegram kanalida har kuni kupon beraman sizlarga bolalar. O'tadigan. O'zim sizlarga 100% o'tadigan kupon beraman. Hozir Telegram kanaliga o'tib olamiz. Leeds United bugun uyaltirib qo'ymasa, qolgan jamoalar uyaltirmaydi. 8 koeffitsient hozir sraz terib 10 ming, 15 ming, 20 ming bo'lsa ham urib qo'yinglar. Hammaga omad bolalar. Telegram kanalida kutaman hammani. Kupon qilishni o'rgataman o'zim Telegram kanalida.